Assalomu alaykum. Xonimlar, hammalarga chanishyapsizlarmi? Xo'sh, bu Qibray tumanida yangi ishlayotgan yo'l, ham yo'l, mayli yo'lga ko'ynamaymiz. Ham holatni qaranglar, nima bu? Tutunmi, changmi bu? Bundan bir oy oldin bunaqa ahvol emas edi. 2 oy oldinda taxminan. Ahvolni qaranglar, nima bu? Qanday ketyaptimi? Chang, to'zon, hamma joy smog bo'yapti o'sha. Qibray 170-180 gradus bo'lyapti, zararli. Zararli. Qibray toza havo bo'yicha rayonlar ichida eng nomer 1 joy edi. Endi ham holatni qaranglar hozir. Sizlarga ko'rsataman hozir. Buni qaranglar. Mashqdan turib qaraganda telebashna ko'rinardi. Yunusobod telebashnasi mashqdan ko'rinardi, baraka topkurlar. Yunusobod tugan, naryadagi machit ham ko'rinmayapti hisobdachi. Chiroyli ko'rinib turibdi faqat. Aslan holatni qaranglar, nima bu? Bu nima bu ahvol? Xuddi ana bir mrachniy kinolarga o'xshaydi. Ujus kinolarga o'xshab, hamma yo tuman narsa bu yotibdi. Bunga qanaqa baham beriladi? Chora ko'riladimi, yo'qmi o'zi?